Dasturimiz davom etadi. Mahallalarda bank xizmatlarini targ'ib qilish va ommalashtirish aholining moliyaviy savodxonligini oshirish orqali yordamchi agentlar faoliyatini baholash hamda rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tashabbusi bilan yilning eng yaxshi yordamchi agenti ko'rik-tanlovi tashkil qilindi. Tanlovning respublika bosqichidan muxbirimiz xabar qiladi. 2025-yilda respublikamiz banklarda ko'plab islohotlar amalga oshirilib, yangicha ishlash tizimlari yo'lga qo'yildi. Xususan, banklarning tuman filiallarida mahallabay ishlash bo'limlari tashkil etilib, ularga mahalla bankirlari tayinlandi. Shuningdek, har bir mahallada ular bilan birga ishlaydigan yordamchi agentlar ham tanlab olinib, aholini tadbirkorlikka jalb qilish mexanizmlari yo'lga qo'yildi. Ayni shu faoliyatni qo'llab-quvvatlash, yordamchi agentlar ishini jamoatchilikka namoyish etish, ularning kasbiy salohiyatini rivojlantirish qolaversa, aholiga taqdim etilayotgan moliyaviy xizmatlarning sifatini oshirish maqsadida Markaziy bank tashabbusi bilan yilning eng yaxshi yordamchi agenti ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Uning quyi saralash bosqichlarida 14 ta hududning 27 ta tijorat bankidan 4467 nafar agent ishtirok etdi. Shulardan 44 nafari respublika bosqichiga yetib keldi. Ahamiyatli tomoni shundaki, finalda Xalq banki vakillari ham munosib ishtirok etishib, biznes rejalari taqdimotini o'tkazishdi. Men Andijon viloyati Jalaquduq tumani Xalq banki yordamchi agentiman. Markaziy bank tomonidan tashkil etilgan yilning eng yaxshi yordamchi agenti 2025 tanlovining quyi bosqichlaridan respublika bosqichigacha yetib keldim. Bu bosqich davomida ko'p narsalarni o'rgandim. O'zim ham hozirgi 4-bosqichga mahallamizdagi ayollarni va yoshlarni bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha biznes loyihani taklif qildim. Bu loyihamizni mahallamizdagi bo'sh turgan binolar orqali amalga oshirmoqchimiz. Yoshlarimiz bilim olish uchun, chet tillarini o'rganish uchun o'quv markazi hamda ayollarimiz bandligini ta'minlash uchun qandolatchilik markazini tashkil qilmoqchimiz. Tanlovda mening loyiham hakamlar hay'atiga ma'qul keldi va hayotga tatbiq qilish bo'yicha o'z fikrlarini aytishdi. Bu fikrlardan xulosa chiqargan holda kelajakda Xalq bankining vakili sifatida yana ham yaxshiroq ishlashga, aholining bandligini ta'minlashga, kambag'allikni qisqartirishga o'z hissamni qo'shaman. Bank tizimida shov-shuvsiz, ammo eng og'ir ishni qilayotganlar bu mahalla yordamchi agentlaridir. Aynan shu insonlar odamlarning muammosini tinglaydi, yo'l ko'rsatadi, biznes ochishga, ish boshlashga turtki beradi. Mana shu mehnat yilning eng yaxshi yordamchi agenti 2025 respublika tanlovida munosib baholandi. Xalq bankining hududiy filiallaridagi tashabbuskor yordamchi agentlar g'oliblar safidan o'rin egalladi. Bu esa nafaqat ularning shaxsiy professional rivojlanishiga, balki mamlakatimizdagi moliyaviy xizmatlarning sifatini yaxshilash va aholi bilan banklar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.